Subsidiya asosida joy beramiz. Bugun sizlarga Showa City'dan bomba yangilik. Assalomu alaykum meni kuzatuvchilarim, kayfiyatlaringiz yaxshimi, oilangiz tinchmi? Bugun sizlarga Showa City Xorazm bino inshoot qurilish uylaridan bomba yangilik. Sizlar hamisha Xorazm bino inshoot qurilish uylari 24/7 xizmat qiladi. Getdik sizlarga yangilikni aytamiz. 27-iyul kuni subsidiya ochilyapti. Subsidiyasi bu ochilgandan 28-chizma kuni bizga yoqqa keladilar. Dokumentini tahlab beramiz, shartnomasini. Xohlagan yeridan joy olib beradi. Subsidiya asosida 1-chi, 2-chi, 3-chi etajlardan ham olib beradilar. Subsidiyasi bo'lsa, to'lovsiz oldindan. Qancha bo'ladilar subsidiyani? Subsidiyaga Maygoda ariza beradilar. Adı, familiyasi, otchestvasi, ishlash joyi, yashash joyi hamma narsani kiritadi. Subsidiya keyin ajratiladi, arizasi qabul qilinadi. 2 soatda subsidiya javoblari keladi. Ana subsidiyaga agar joy chiqadi bo'lmasangiz, kelsangiz, xohlasangiz 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajdan olishni huquqina egasizlar. Mabodo subsidiya chiqmay qolsa, subsidiya chiqmadi xafa bo'lib o'tirmanglar. Sababi Xorazm bino inshoot qurilish uylari sizlar uchun 4-chi, 5-chi etajda hamisha gidin, birgina pasport evaziga joyni, dokumentlarni oldingizga o'tirib beradi. Keladilar. Bu domofonni kiliti xabaringiz bor, bu tashqi kilit, domofonni kiliti. Bu joyni kilitlari mana. Joyni kilitini beradi, xo'ja qo'lingizga beradi, oraqada joy sizniki. Hurmatli meni kuzatuvchilar, Götsa nasib etgan men o'zi Xorazm bino inshoot qurilish uylarida sotuv bo'limini menejeri o'zi aytib turibdi shu narsani. Subsidiya masalasi Xudo xohlasa nasib etsa ochildi degan gap so'zlarimiz tarqaldi, bu narsa bor. Mana kadastr hujjatlarimiz bizani toza, yangi domimiz bitgan domimiz kadastr hujjatlari bemalol ishonchli, 100% ishonchli. Aksiya degan narsalarimiz bor. Kelishgan holda kelsin ofisga. Kelishib, baholarini kelishib, pasport evazidan 4-chi, 5-chi etajdan joy berib bilamiz. Domofona bir qiziqib ko'radi, ish qilar ekan. Telefon keldi? Telefon keldi, mehmon keldi degani. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Kim edi bu? Ha, bo'ldi, ochdim meni. Eshik ochildi. Endi keladi. Va men hatto biz kutgan mehmon yetib keldi. Qalay, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz, omon sog'ana. Bugun bomba yangilikni sizlarga aytib o'tadigan bo'ldik. Showa City'da Xorazm bino inshoot qurilish uylarida eng katta yangilik birga aytib o'tsa, muhtaragam bilan sizlarga bugun yetiramiz. O'rtoqlar, bu yerda endi sizlarga zo'r imkoniyat topildi. Ijtimoiy tarmoqlarda aytishlari bo'yicha yaxshi bir havolarni bizga guvoh bo'ldik. 27-iyul kuni subsidiya masalasi ochiladi deydi. Xudo xolasa. Agar mabodo subsidiyaga ariza berib qo'ygan insonlar ariza berishda sizlar davom etinglar. Agar mabodo sizlar subsidiya ariza qabul qilinadigan bo'lsa, kelsangizlar Xorazm bino inshoot qurilish uylarida sizlar uchun kecha kunduz 24/7 sizlarga xizmat qiladi. Endi qaranglar, mabodo sizlar subsidiyaga nima deydi? Subsidiya masalasini ariza qabul qilinmasa, ko'ngilni ko'ktirmang. Sababi bizlarda 4-chi, 5-chi etajlarimizda birgina pasport evaziga sizlarni aynan shu joyda kutib turibdi. Kelasizlar, joyimizning dokumenti 100% tayyor, hujjati qo'limizda. To'g'ri kelasizlar, pasportingizni tashlaysizlar, hamisha gap shu, sho'ra kelib yashaysizlar. Agar sizlar bu yerdan joylarni tezroq olib bo'lsangizlar, biz yangi domda yangi kvartiralarga Xudo xohlasa nasib etsa o'tamiz. Bu Xorazm bino inshoot qurilish uylari bu izlanishdan hech qachon to'xtamaydi. Muxtar aka, bu yerda turgan necha kvadrat bu? Bu 73 kvadrat. 73 kvadrat, ha? 73 kvadrat. Havo 3 komnatli. 3 komnatli. 73 kvadratdan iborat bo'lgan 3 komnatli. Aha. Belirli bir kararı belirli kanalda fonlayanları çeşiyor. Kanalda fonlayanları çeşiyor. Yani kayıt taşımları görürsün ha. Bu yerda kanalizasiya mana sizlar ishga tushib ketding. Qancha tushgan, kayıt taşımı görürsün. Endi yaxshi niyat aytib o'tsangiz, Xudoyim yaxshilik qilsin deb bismillahirrohmanirrohim. Aka degan suv keldi ku. Benzin keldimi ya? Suv keldi degani bu hayot boshlandi degani. Suvsiz hayot yo'q. Faqatgina navli isrofgarchilik qilmash kerak. Joylar ko'p turganingizdek bir qator shifog'likka ro'yxatdan chiqarilgan 100% tayyor. To'g'ri kelasizlar, bir qator shifog'likka o'rasadan to'g'ri 3 ta eshik qo'yib turib yerib yashab beraverasizlar. Joyimizning hujjati 100% taq.
100% takayım. Biz emas 200% daha. 200%. Ana yine 100 koşuldu. 200% takasızlar. Duman bize gepimize işanmanglar. Bir yana sizler gelingler. Muhtemelen beni özümü gepimez sizler ispat verip ötingler. Özünüz gelingler göz bilen görüngler. Kolunuz bilen oşanlar. Keyin işanç kalsa kalınlar. Keyin gelecek vaxtınızda şunlara kuru gelmeyinler. Mesela bir nezem bir teklif bildiremem. Kolunuzda her akım gelgen vaxtınızda alma. Kolunuzda bir mih bilen töküşek gelin. Ne dediniz? Tamam. Doğru mu? Mih töküşeklerini ekleyin diyorlar takıp görün. Töküşler mih takıp görün. Şunda bu cayımızı sıfatına o'zingiz baho berasiz. Hamma yerda natija gapiradi. Hayotda o'zi ikki vajga gapiradi. Biri bahona, biri natija bo'ladi. Bahona hamisha tayyor bo'ladi, lekin natija gizlanib yotgan bo'ladi. Sizlar bu yerga kelsangiz, bu yerda bahona emas, bu yerda natija gap edi. Men aytgan sababi miqaytdan to'kishgan dialoqqa qo'yin deganim sababi men u narsani o'zim tajribadan o'tgandan keyin sizlarga tavsiya qilib turibman. Endi qaranglar sizlar. Men sizlarga hamisha aytganimdek, men bu Xorazm bino inshoot qurilish uylaridan men bu yerda faqatgina ikkigina donni reklamasini olib qo'yibman. Biri Xorazm bino inshoot qurilish uylari bo'lsa, biri Barakat uylari bo'ladi. Ikkiyining reklamasini olganimdan sabab ikkalam o'zim ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlagandan keyin sizlarga tavsiya qilib turibman. O'zim ravo ko'rgan narsani o'ziga insonlar ulash maqsadida ravo ko'rib turibman. Agar sizlar mabodo bu Xorazm bino inshoot qurilish uylarida lokatsiyada xatolashmayman desangizlar, lokatsiyamizni ekranda telefon raqamlarini qo'yamiz. Shu telefon raqamlari orqali bog'lanasizlar. Sizlar uchun Nasibaxon akamiz 24/7 telefonda javob beradi. Bu sotuv bo'limining menejer bo'ladi. Qurilgan joyimizni sifatini kim javob beradi? Albatta Muxtar akam javob beradi. Tok qo'shildi. Suv tok qo'shildi, suv geldi. Suv geldi. Hamma ish tayyor. Hamma ish tayyor. Kanalizatsiya ishga tushdi. Shifoxonaga ham bo'ldi bir xatar. Tamam. Ruslar ro'ntmonta pravdaga tarqalgan. Ustidan ruslar shifoxonaga ko'rsa, cho'tki bo'ladi. Patoklar ham resmi shifoxonaga tap-tekiz bitollar. Hava patologam tekis patologayni hech kim ham hozirgi vaqtda nima shifoxonaga ko'rmaydidan doğru Natijada. Hem azdan chiqadi, hem yig'itmiyor. Ama bundan ya üstüne çok şişek mi bundan? Evet. Özü bir ton narsa olsa bay. Mana bu Ben- patologiyani kilo bo'lmaysan. Shu yerda kafe bosgan vaqtda egasi kafe chiqqan vaqtda ona kilo bir so'z kerak. Ben ki nasıl Ben kuxnyasi. kuhney? Ben kuxnyasi. Bunday suvlar. Ha, kuhnen özlemi su gegen. Suyani az suvni bilan o'zlarimiz o'zi azdan hech kim yo'q-ku bu yerda. Hava o. Yotgandan bunday yo'q-ku. Suvni degandan doğru bir kranik muhabbet. Kranikda sans patologdan bo'ldi. Suv kelaveradi. Acayip. Hurmatli bizden kuzatuvchilar, agar videoni boshqa yerga yuborib bermaslik uchun, videoni yodingizdan chiqarib bermaslik uchun videoga like bosib turib, podpiska tashlab qo'yinglar. Hurmatli meni kuzatuvchilar, albatta sizlar obuna bo'lsangiz ham men sizlardan xursand bo'laman. Oilangizda yaxshi videolar borib o'tirish nasib etsin. Sizlar bilan keyingi videolarda, keyingi loyihalarda yana diydor ko'rishguncha o'zingizni va oilangizni o'zingiz asrang. Videolarni yana bir yaxshi insonlarga tarqatishda siz ham o'zingizni hissangizni qo'shing. Like bossangiz xursand bo'lamiz. Agar like bosmasangiz sizdan xafa bo'lmaymiz. Sababi siz bosgan like'ingiz sizga yana bir yaxshi insonga yetib borishidan siz ham o'zingizni hissangizni qo'shing. Salomat bo'linglar. Xorazm bino inshoot qurilish uylari sizlar uchun 24/7 xizmat etadi. Shavot City domlarida akkincha sizlar bilan yana bir gap aytib o'tib ketayim. Qo'shko'pirdan, Urganchdan, Gurlandan, Xonqadan muxlislarimiz kuzatuvchilar telefon qilib turganlar nereda ekanlar. Hurmatli meni kuzatuvchilarim, bu yerning lokatsiyasi Xorazm viloyati Shavot tumani Shavot City domlarida, ya'ni Shavot shahrinda joylashgan. Bemalol kelasizlar, Shavot bergan mabodo siz Shavot tumanidan Shavot shahridan joylashgan bo'lsangiz, bu joy sizni qarab turibdi. Hamisha gidin 4-5 etajimiz birgina pasport evaziga beriladi. 1-2, 3 etajdan oldinda 20% to'lov bor. Nishab joyni olaman deysizmi? Joy ipoteka bank orqali 17% dan kredit asosida chiqariladi. Qo'lingizda shartnoma qog'ozi beradi, joyni hujjatini beradi. Oraqinda gap turib, bemalol xolasangizdek kvartirani qo'yinglar, xolasangizdek kelib joyda yashanglar. Eng muhimi, sotgan odam qo'lidan olgan odam joyidan xayr ko'rsin. Salomat bo'linglar.